aylantirib, o'lgirtilib 4 son narsada. 5 tomondan yoritib beryapman akalar. Ko'rib maza qilinglar. Like davom turasizlar akalar. Keng tarqab ketsin shu videomiz. Sotib ham bo'ladi. Sotib olaman deganlarni telefoniga YouTubedan tezda boradi bu video. Shuning uchun sizlar like davom turasizlar akalar. Mehnat qilaveramiz biz. Qanaqadir kelishib olsalaring, qo'shibmi yoki qo'shmasdanmi zo'r bo'ladi shu 5ovi. Moladi, esting narxini. 6-10-chilar. Men atay bo'ldim-da. Ha. Atay bo'ldim. 10-chilar esting. Acha 3 ta chiqarib beraman aka. Aniq raqamlar bilan gaplashaylik. 3 ta chiqarib beraman aka. Nimaga deydi? Ashin niyat qilib keladi. Belini bog'lab, pulni olib, buncha chiqarib beraman degansan deb keladi. To'rtta qilib bering. Siz uchun to'rtta qilib beraman. Bo'ldi gap yo'q. To'rtta. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakot. Hurmatli obunachilarim, hammaga xayrli kunlar. Akalar, ozgina kechroq bo'lsa ham shu videoni qo'yib beraman. Soat nechiga to'g'ri keladi bilmayman-u, lekin nechida ko'rsalaring ham qo'ng'iroq qilaverasizlar. Ikkita raqam qoldiraman-da pastda. Ash raqamni doimiy saqlab qo'yinglar. Sababi bu joydan doimiy mol uzilmaydi. Qachon bo'lsa qo'ng'iroq qilib kelaverasizlar. Xo'p, 2025-yil hafta kuniga juma 10-oktyabr kunida turibmiz. Andijon viloyati, Andijon tumani. Ayrilishdaman akalar, boqma buqalari haqida gaplashamiz va keyingisi Rossiya Federatsiyasidan kelgan semental aksariyati, semental buqalar haqida chiqarib ko'rsatib beramiz. Xudo xolasa, xo'p, Komiljonning kichik fermasiga kelganman. Assalomu alaykum. Va alaykum ormay. Assalom. Archamayapsizmi aka? Juma ayyomlaringlarmi? Rahmat, o'zingiz ham. Aka, nechimisiz? Xudoga shukr. 10 bitta betda aka. Hop. 30 bitta naryoda bor aka. Hop. Rossiyskilar aka. Hop. Xudo xolasa chiroyli qilib obunachilaringiz aka yetkazib, jon qilib beramiz. Inshaalloh. Ha. Yengil. Hammasi yengil aka. Narxini eshitib qat'iy degan aka narxlar. Inshaalloh. Akalar, boqma buqalar. Ha? Bitta birinchisidan yechib berib ko'rsatib turasiz. Boshlayveramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Olganga ham, sotganga ham Alloh osmondan barakasini yog'dirib yorsin, ha? Xudo xolasa aka. Kim olsa ham maza qilsin. Boshlariga akalar. Xo'p, raqam ham qo'yib qo'yibman. Bir bu. Ha. Birinchi raqamda buqamiz ekan. Mana. Akalar, bo'yini 1.20 dan baland. 25 chiqadi aka. 25 ekan bo'yni. Ha. Boqishga tayyor akalar. Hamma joyi kelgan, oyoq qo'llari uzun mana, ha? O'zi ham uzun. Suvaylari ham yo'g'on narsa ekan, kuchli narsa ekan. Qani? Orqasidan o'tib ko'rasiz. Qanaqa? Ha, zo'r. Qanday sotamiz buni, Komiljon aka? Aka, xudo xolasa, bularda aka, tepasini pastini qilib aytib, hammasi bitta narx aytamiz aka. Aha. Kelishtirib aka, keyin ichidan tanlaganini o'zini narxi bor, kelishtirib bera olamiz aka. Holatga qarab. Ha. Yaxshi. Ora-oradan olib chiqaylikmi? Hech nima Qoraqo'ngizda ham. O'sha ham go'zal buqa. Mana u deyarli bo'ylari bir xil ekan. Bir xil. Holati ham deyarli bir xil ekan. Ha. 1 va 2 deb savdolashamiz buni. Birinchi va ikkinchi deymiz. Uchinchida chiqyapti shunda? Uchinchida. Ora-oradan ko'ra sotamiz aka. Ochib ko'ramiz. Ana aka. Qani chiqsinlarchi janob? Qora shahzodalar. Qora shahzodalar. Mol akalar sog'lom ekan, ha? Tuyog'i, et oshi, tekizligi. Mana aka, ko'rib ko'rasiz. Mana janob ekan. Bismillah. Qani. Aylantirib, o'lgirtilib 4 son narsada. 5 tomondan yoritib beryapman akalar. Ko'rib maza qilinglar. Like davom turasizlar akalar. Keng tarqab ketsin shu videomiz. Sotib ham bo'ladi. Sotib olaman deganlarni telefoniga YouTubedan tezda boradi bu video. Shuning uchun sizlar like davom turasizlar akalar. Mehnat qilaveramiz biz. Mana aka. Xudo xolasa aka, hamma yo'q zo'r aka. Hop. Kuchli narsa ekan. Ishtahasiga savol yo'q-a? Ishtahasi zo'r, ko'ryapsiz, qonni oshini aka. Hol aka, ana. Men ishtaham yaxshi deyapman. Uchinchisi bu, ha? Uchinchisi bu aka. Mana. Qani baylaveraylikchi. Akalar, bekor turmayman, uzmayman videoni. Yuz janob. Sekin ko'rsatib turaman. Qaysi chiqadi endi ijod sahnamizda? Aka, mana shu qorasini chiqaramiz aka. Mana bularni ko'rib qo'ying. Xolasiz aka,
Farqi yo'q. Qo'ng'irini ham yechsa mana shu shved qo'ng'iri. Ham juda bo'lakcha bu aka. Qapchga erish shuni. O'zi hammasi ham yaxshi aka. Pulni kelishib olsak bo'ldi. Pulini aka, pulini kelishadiganlar. Pulni kelishib olsak bo'ldi. Mollaringizga gap bo'lishi mumkin. Pulini kelishadiganlar. Mana Emas, do'stlar. Qo'ng'ir, qo'ng'ir aka. qo'ng'ir akalar. Hamma joyi kelibdi. Yuvosh ekan-a? Yuvosh, yuvosh aka. Yuvosh ekan. Yuvosh aka. Gardanlarini qarang, puturligini. Mana akalar. Bu 5 ekan. Cho'cha. 5-chi Beshinchi raqam. Uzmayapti akalar. Xo'sh, katta kichik deydigan bo'lsak, Mallani eshta. mallani yechadigan bo'lsak, Keyin bitta narxini aytaram. bir 2 savdo ham qilaylik. Ha, 5 gacha bitta qilaylik. Ya'ni bitta qilib turib keyin ko'tarasiga ham qilaylik. Farqi yo'q aka, farqi yo'q. Shunaqa qilsak ham, mana 5 tasi ja menga tushib qoldi-da. Tushadigan-da. Obunachimga tushib qoldi, bitta obunachimga. 5 ta qidirib yuribdi bitta obunachim. Yuragim sezadi, men obunachilarni nimalarni qidiryapti turganini bilib turaman. Bilasiz aka siz endi. Qani? Mana uzunliklarini ko'rib qo'ying, jazdinglar. Gaplashmasam ham bilaman obunachilar nima qarang. qilyapti turgan. Mana akalar. Xo'p, raqam bo'yicha 9-chi akalar. O jonivor, bo'yinlarini qarang, yomon turiblar aka. Ay, bilamiz. 9 a bu. Ha. Ketdi. Bularni ham sekin baqiradigan. Aka, xudo xolsa hammasi yaxshi aka. Xo'p, shunda mana 11 chiqmadi. Ha, 10 chiqmadi. 10 chiqmadi. Qolganlardan ora-oradan ap chiqdik akalar. Bo'ylarni akalar, biri 5 dan, biri 10 dan, biri 25 gacha beryapman. Ma'qulmi? Biri 10 dan, biri 25 gacha bera olay aka. Ha, Biri 20 dan chiqdi mashalar aka. Qaysilari? Mashalar biri 20 dan. Biri 20 dan chiqdi. Bo'ldi. Endi bitta ish qilamiz. Mana buqani ko'rib turibsizlar. Zo'r, holatlari sog'lom, o'ynab turibdi hammasi. Bu yerda nechta deyilindi shunda? 11 ta. 11 ta. Narigi 5 o'g'ri bir savdo qilib bering. Bo'ldi aka. Nima dedingiz? Farqi yo'q aka. Ayting 5 o'g'ri. Aka 5 oviga bo'ladigan savdoni qilaymi? 21 milliondan 23 milliongacha bor. 5 ovni ichida aka. Hop. 5 ovni olaman desa aka, keling gapni eshiting. Bo'ladigan savdoni qilaman. Maqsad sos 5 ov bitta joyda. Qo'y suyuq aka. 5 gacha. Ha. Bo'ladigan ish qilay. Oling 21,5 milliondan bersa aka, 22 dan deyman uni. Qo'y suyuq aka. To'g'ridan bo'lamiz jamladik. Aka murosa qildirib beraman. Lekin o'z 22 dan deyman dedim aka. Mayli aka, yengilroq qilib olib maza qilmasin. 21 milliondan 23 milliongacha mol bor aka. Qo'y suyuq ichida 21,5 milliondan olsam kelishtirib beraman 5 ovni. Yana xayri bor. Bo'ldi, gap yo'q. Bo'laveradi aka. Obunachilar, men ham o'zimcha osmondan olib kelishmayapman. Men holatga qarab yuribman shuning ichida. Komiljon aka. Agar 21 ga qo'shganga bersangiz, olsa yaxshi bo'ladi. Mollar yaxshi-da, qarang aka, ha. Men shuning ichida yurganligim uchun akalar. Ko'rib so'z mana shuncha joy chiqaryapsiz. Savdolashyapman mana. Lekin mashinalar 21 dan qanaqadir kelishib olsalaring, qo'shibmi yoki qo'shmasdanmi zo'r bo'ladi shu 5 o'g'ri. Molani esting narxini. 6 ovni kela. Men atay bo'ldim-da. Ha. Atay bo'ldim. Uni kela esting. Keling. Bismillahirrohmanirrohim. Obunachilar bir maza qilsin. Aka 20 million ham demayman. Hop. Aka 19 million ham demayman. 6 ovni olsa aka. Hop. 19,5 demayman degan. 19 million so'mdan aka 6 ovni olsin. Targ'ildan boshlayman. Targ'ildan 11 gacha 19 milliondan olsin 6 ovni aka. Minni o'tib bering. Kelishtirib beraman 6 ovni jonda. Bo'laveradimi? Bo'laveradi aka. Akalar minni o'tib beriladi. Bir nima o'tib beriladi, qanday kelishasizlar bilmayman, lekin 19 dan bir nima o'tib berilsa, 6 o'g'ri zo'r bo'ldi. Mollar yaxshi aka. 11 ovni olaman degan odam bo'lsa, endi keldik. Ashi joyga keldik. Ashillar qizada deb tasda. Alloh aka, keling. O'ylanganman, nima bo'lardi aka? Aka 11 olsini aka, gapni eshiting. Alloh barakasini. 20 million so'mdan bersan 6 oviga aka. Qo'yig'i suyuq. Qo'yig'i suyuq aka. 20 million 520 emas, 20 milliondan bersa 20 million. 11 ovni aka yetkazib berasiz qayerga bo'lsa aka. Qaygacha qayerga? Ha, O'zbekiston bo'ylab yetkazib beraman aka. 20 million so'mdan bor aka. Bo'ldi. 20 million so'mdan 11 ovi. Vijing deydimi? Ha, yetkazib olib beraman. Aytgan yerga yetib boradi. Bo'laveradi. Akalar mana
Yana qo'ng'iroq qilasizlar, nimalarni gaplashasizlar. Xudo xohlasa. Ma'qulmi? Ma'qul. Akalar, ikkilanmasdan qo'ng'iroq qilavering. Mana didlaringga o'tirdimi? Ikkilanish hojati yo'q. Qo'ng'iroq qilasizlar, kelishinglar, to'g'rimi? Kelishib sotiladi, xudo xolasa. Xo'p, bu boqma buqalar haqida to'g'ri. Haydalar, rossiyskiy chiqaring. Endi nechta dona deyildi rossiyskiy? 30 bitta bor aka. 30 bitta. Akalar rosa chanqab ketdi shu rossiyskiygacha. Pullari ham yengil aka. Ha? Pullari ham yengil aka. Nihoyatda chanqab ketdi. Shu Raspiratatsiya. molni o'ta hozir Bitta moliga ikkita beradigan mollar aka. inshaalloh, inshaalloh. Rostdan, Qani raspirat. olib chiqaveraylikchi. Akalar aksariyat semental ekan. Tez hayda. Hayda. Chiqorsinchi. Qani? Zo'r o'lyapti, uzmasdan olyapti. Olib chiqardik. Mana akalar. Mashgullarda nihoyatda bashi rayli molga talab kuchli. Sababi anchadan beri chiqqani yo'q. Men o'zimning kanalimda ham boshqalarni ham kuzatyapman. Bunaqa rayli mol, rossiyskiy mollar 3-4 kundan beri chiqqani yo'q. Juda ko'pchilik. Jemo ichovi hamma yo'llari yaxshi aka. Aha, sinab qo'yildi. Yashur pashurlari ukollarni qildi aka. Aha. Hamma yo'llari aka. Oyoq qo'llari xudo xohlasa yaxshi aka. Ha, yeyishiga savolim yo'q. Mana uni qarang qorinda. Akalar, sekin aylantirib ko'rsataveraman-da. Narxiga o'taveramiz. Aksariyat semental deyilyapti. Mickey Mouse gibrid ko'ryapti. bor aka, bir ikkita. Aha. Yana nimalar bor ayting-da. Limuzini bor aka. Nechta limuzin qanaqa? Qaysilar? Mana ularmi? Ha, masha. To'novi aka. 10 ta ham bor. O, chekkada turibdi aka. Aha. O, kichkina aka. Mana umi? Ha, Aha. mana masha aka. Bu kichkina deymiz-ku, mana ularga birpas yetib oladi-da. Ha, sorti yaxshi Sort aka. kuchlik. Gibrid ekan aksariyat. Ha. Gibridlar ko'p ekan. aka. Sekin yurgizaveraylikchi, qani? Hush, janob. Hush. Yurgizamizda, sekin narxlarga o'tamiz. Hush. Akalar. Uri. Qani? Uri. Hoy jonivorlar. Uri. Hamma tomoni kelgan ekan-a? Mollar aka suvayi butun mollar aka. Haqiqatda. Xo'p, bo'ylarini aytaman akalar. 1 metrdan 1.10 gacha beryapti. Asaqa 1 metrdan 1.10 gacha aka. 1.10 gacha beraveraman, to'xtatmasdan. Ko'rdim hozir mana. 1 metrdan 1.10 gacha berdim. Narxlarni yoritaveramiz, ha? Jalol aka, buning ichida aka 16,5 milliondan aka 19 milliongacha mol bor aka. Xo'p. Hammasini olamanizda aka, boladan eshit qilaman aka. Donali nima qilamiz donachilar? Donalikni kelishtiradi aka. 16,5 dan aka 17, 18, 19 ligi ham bor aka. 16,5 dan nechta chiqadi? Aka 3 ta chiqarib beraman aka. Aniq raqamlar bilan gaplashaylik. 3 ta chiqarib beraman aka. Nimaga deydi? Ashin niyat qilib keladi. Belini bog'lab, pulni olib, buncha chiqarib beraman degansan deb keladi. To'rtta qilib bering. Siz uchun to'rtta qilib Bo'ldimi? beraman. Bo'ldi gap yo'q. To'rtta ketdi akalar. Lekin kam emas aka, 16,5 milliondan chiqarib beraman aka. 16,5 milliondan to'rtta ketdi. Akalar, raqam bo'yicha kelasizlar. Aniq daqiq kelasizlar. Ikkilanmasdan kelasizlar. Telefon qilib 16,5 liging turibdimi uka deb so'rab oladi. Bo'laveradimi? 4 dona. Bo'ldi, to'rtta ketdi shuning ichidan. Mashlarda Alloh alam. Boshqada 4ta. 4ta chiqarib beraman aka. Bo'ldi, 4ta ketdi. 30 bitta bo'ladigan bo'lsa, pastdan 4tani chiqarib yubordik. Nechta tanlab oladi? Aytaymi kattasidan? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. 10 ta tanlab oladi kattasidan. 18 milliondan beraman aka. 10 ta yirgini tanlab olsa aka. 19 dan emas. 10 ta yirgini 18 milliondan beraman aka. Bor aka. 18 dan ketdi akalar. 10 donasi 18 dan ketdi. Yaxshi, sekin yurgizaylik-da. Qaqqa. Bu 4 ta pastdan ketdi, 10 ta tepadan ketdi. 14 ta ketdi. Aha. Sekin yurgizaveraylikchi. Aksariyati misol mol olaman deb 2-3 taga yo'lga chiqsa. Nech puldan? 17,5 dan ko'p aka. Aksariyati ko'p. Ha. Akalar mana 17,5 lik ichida ko'p ekan. Ishlaring bitaveradi shu narxga. To'g'ri aka. Nima qilamiz? Endi mana hammani ko'nglini olib qo'ydik-da. Dona oladiganda ham 10 talikda ham pastdan ham chiqarib berdik. Mollarni qarang, qo'ng'irlarini aka. Ha, kuchli. Katta mollar, ashi mollar aka. Mana unga rosa qiziqib qoldim-da. O'zi qiziqadi. Sementdan nash to'sa aka. Sementdan nash 16,5 gacha akalar. Zo'r bola, o'zim ham yoritib yuribman, ko'ryapsizlar meni kanalimda ham. Shundan 4 ta chiqarib beraman deyapti 16,5 dan. Zo'r. 16,5 likka qo'ng'iroq qilyapsizlar.
Ko'tarasiga sotamiz endi buni. Sotamiz aka. 31 on olaman desa yo'lda qilib beraman aka. Ayting. Aka, oshsa gap qilmayman aka. Bitta qo'ng'iroqda soting. Unaqa ko'p narx aytmayman aka. 17 million so'mdan beraman aka. Mashallah. Ora. 17 million so'mdan 31 on olsa 700 olib borib beraman. O'zbekiston bo'yicha. Ha, gap 17 million so'mdan olib beraman. Bo'laveradimi? Bo'ldi gap. Gap bo'lishi mumkin emas. Akalar tortishadigan emas. Agar O'z ko'ryapsiz mollarda aka. mollar zo'r. Tortishadigan emas, talashadigan emas. 17 million so'mdan O'zbekiston bo'ylab yetib borsa, 700 beraman akajon. mazza bo'ldi. Kim olsa ham maza qildi, xudo xolasa. Yeb ishlarga doimiy deb. Ha, yeb ishi zo'r ekan bular aka. Bir hafta xudo xolasa. Ha, Bir hafta xo'p deyilaveradi mana. To'liq yoritiga xudo xolasa. xudo xolasa aka. To'liq yoriti akalar tezda joylab beraman. Boshida aytgan gapim yana qaytarib takrorlayman. Pastda ikkita raqamni qoldiraman u. Saqlab qo'yinglar. Doimiy qo'ng'iroq qilishaveradi. Bu videoni bugun ko'rasizmi, erta ko'rasizmi, indin ko'rasizmi? Qachon ko'rsalaring ham, uka bir oydan keyin ham ko'rsalaring ham qo'ng'iroq qilaverasizlar, doim bularda mol bo'ladi. Inshaalloh. Bo'ladi aka. Rahmat, hammaga sog' bo'linglar. Sizga ham rahmat. Omijon. Alloh Alloh jazo razı gapga. olsun.